Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzumiz insoniylik to'g'risida deb aytsam bo'ladi. Insoniylik mavzusida desam bo'ladi. Haqiqiy inson qanday bo'ladi degan savolga javob berishga harakat qilib ko'raman. O'zimdan kelib chiqqan holda men unaqa katta faylasuf yoki boshqa demayman, lekin o'zim hayotimda kechgan so'zlarimni aytib o'taman, hayotimda kelgan va sizga to'g'ri kelsa qabul qilasiz, to'g'ri kelmasa sekin video o'tkazib boraverasizlar. Haqiqiy inson qanday bo'lishi kerak? Inson dunyoga keladi, to'g'rimi? Shunday. Dunyo kelgandan keyin uni har bitta qiladigan ishi, har bitta bosadigan qadami yozilgan deyishadi. Taqdir peshona taqdir deyishadi, yozilgan deyishadi. Lekin ba'zilar aytishadi taqdir o'z qo'limizda deyishadi. Bu gapga ham qo'shilsa bo'ladi. Qandayligi? Masalan, taqdir o'z qo'lingda degani bo'lish kerak ekan narsa bo'ladi, to'g'ri yaxshi. Lekin aniq bilib turgan narsangni, masalan, shunaqa bo'layotgan yomonlik ketyapti, agar shu ish qilmasang qaytishing mumkinligini bilib turgan narsangni qilish, bu qanday narsaligini tushuntirib tasavvur qilish qiyin. Ya'ni bir yomon ish qilyapsan. Birovni haqorat qilyapsan. Haqorat deganda men shu mavzuga to'xtab ketaman. Haqorat odamlar uchun, ba'zi ko'pchilik uchun, deyarli ko'pchilik uchun oddiy so'z bo'lib qolgan haqorat qilish. Ya palonini, pistonini, yo onasidan so'kadi, hammasi so'kadi. Palon qilay, piston qilay deydi. Yo'q. O'ylab ko'ring. Bir insonni onasini so'kyapsiz. Birinchidan onasi aybdor emas unga. Uni so'kishingiz uchun uni haqorat qiladigan bo'lsangiz, o'zini haqorat qiling, qancha haqorat qilsangiz. Avvalo uni yuzma-yuz aytmayapsiz, orqasiga aytyapsiz bu gap. Lekin degancha onasini yo yaqinlarini esa shart emas. Onasini palon qilay, singlingni palon qilay. Yo'q. U narsa juda katta xato. Siz qaytmaydi deb o'ylaysizmi? Siz so'kishmaydi deb o'ylaysizmi? Siz qayerdan bilasiz u sizni so'kayotganini, yo boshqa birov sizni so'kayotganini shu narsa uchun so'kmaydi deb o'ylaysizmi? So'kadi. So'kmang. Orqasidan so'kmang umuman. Yuziga aytib qo'ya qoling shu narsani. Umuman so'kmang umuman. Ilojsiz umuman so'kinmang. Kamaytiring, vobshe. Ona endi yo'q, faqat o'ziga gapiring shu gapni. So'ksangiz o'zini haqorat qiling, qancha haqorat qilsangiz, nima deb haqorat qilsangiz o'zingiz haqorat qiling, lekin uni so'kmang. Uni aybi uchun o'zgalar javob bermaydi. Buni unutmang. Uni aybi uchun o'zgalar javob bermaydi. Insoniylik birinchisi, inson ko'ngli ochiq bo'lishi kerak hayotda. Bir xil aytadi, mana u jon bizga Xudoyim taolo bergan bizga jon. Bu jonni siqaverishga biz haqqimiz yo'q. Siqaverish deganda har narsaga siqilaverishga biz haqqimiz yo'q. Bir xil aytadi, yo siqilavermayman, yo bas xo'p, mayli, siqilish bilan siqilish farqi bor. Sog'lom siqilish bor. Yo ruhiy siqilish bor. Keyin o'zini azob berib, masalan, xastalik sifatida o'ziga oladigan dardlar bor. Uchinchisi. Sog'lom siqilish qanday? Masalan, hayotda bo'lib turadi. Ro'zg'or, uydagi ishlar, bir-ikki dakika ish, o'zing hayotingga o'xshamay qolgan yengil-yengil sog'lom siqilish bo'lib turadi. Har kim o'tib ketadi, u tez o'tadi. Ruhiy siqilish bor. U og'ir depressiya. Bir xil uni har xil ruhiy depressiya desam, sevgi yo'q. Sevgi Muhammad to'g'ri bir xil aytadi, bor, qisman. Ozgina hayotda. Lekin shunday narsalar borki, masalan, bitta misol qilib ketaman. Eshitganman. Bir yosh bola oldi ishlaydi, maktab bitirmagan. O'qishda o'qiydigan, o'zidan katta opasingiz akasi bor, o'qiydi. Onasi ishlaydi. Otasi misolda aytib ketaman. Otasi endi shu ishkilikka o'tirib qolgan hayotida. Endi o'sha payt shunaqa bo'lgan, aytib berish bo'yicha. Shunaqa edi. Ishdan kechqurun 11, kechqurun 12 ga keldi. Charchab, usti boshchang, dala ishidan kelyapti. Kimdir eshitgan bo'lsa, ishlar va dala ishlaridan keldi. O'tirsa uyda otasi o'tiribdi. Assalomu alaykum dada. Keldingmi? Ha, keldim. Charchamayman, yo'q. O'tiribdi. O'sha zormondan qo'ygan ichib o'tir.
U 17-18 yoshlik bola. Lekin uni xayoliga kelgan narsani tasavvur qilish qiyin. Uni ichidan o'tayotgan alamni tasavvur qilish qiyin-da. Oddiy uyda o'tiradi. Endi dadasiga masalan aql o'rgatyapti. Yomon gap to'g'ri, gap aql o'rgatish mumkin emas otaga. Lekin haqiqatni aytishga o'rgatilgan tarbiya shunday bu. Nima qilayin dada, charchab keldik, dam olay. Lekin o'tiribdi otasi bitta kichkina xonada. Sen menga aql o'rgatyapsanmi deb otasi endi bu bolani urdi. Qanday bolaga ta'sir bo'ldi? Urdi. Keyin bola nima qilishini bilmaydi. Uydan chiqaman. Ko'pchilik bola endi bo'lmagan hamma ayta olmaydi hayotda, o'zim o'ldiraman. Bola aytadi. Alam usta aytadi, lekin yaxshi bola unaqa qilmaydi. U narsa bo'lmagan narsa. Xudo bergan jonda u bunaqasi qilish xato, eng katta xatolardan biri. Oddiy narsa o'tib ketadi hamma narsa. Aytganimda o'tib ketadi. Chiqib ketdi uydan. Oyog'ida sovuq, kuz paytlari ishdi. Sovuq chiqib ketdi. Narsaga usti yupun, qayerga borishini bildi. Bir katta otasining uyiga bordi. O'tirdi. Yotdi o'sha yerda kechqurun o'tirdi, tinchlik yotdi. Bordi. Kechasi uxlamay chiqdi. Chunki u g'amga botdi o'sha. Undagi yuragida ketgan dard вообще qattiq ruhan zarba bo'lgan. O'tirdim, uxladi, turdi, ertalab bordi uyga. Dadasi yaxshi. Keldingmi? Men keldim. O'tdi uyga. O'tdi deysiz, yo'q, yurak tub-tubida qoladi ular. Ruhan qoladi. Nima deb qoladi? U yaxshi tushunsa, shunday ish qilyaptiki, otasi uni ishini qilma deylik aytgan. Otasi o'zi qiladi. Qilma deyaptiki, ertaga meni holimga tushma o'g'lim. Bu ishni qilma derimi? Hayotda o'zbeklar endi O'zbekistonda masalan shunaqa o'zimizda shunaqa narsalar o'zbekchilik deylik. Qilma degan narsani bola qilib ko'radi bor. Qilma deyapmi? Qilma bo'ldi, shu. Bo'l qilma deyapti, senga o'zi biladi ular nima degan. Yo'q, o'shani yaxshi bo'lib tushunadi, yo'q qilmaydi bo'ldi. Ko'rdi u. Bo'l o'tdi paklanida. Hayotda unaqa qilmaydi. To'g'ri shu ish qilmasin, bu otasi unga bo'lgan otasini yana ishonch ochadi. Keyin aytadi, yaxshi bo'ldi, zo'rib ketdi otam bilan, aka-ukada kelajak do'stday, farzand qancha ulg'aygani sari otasi bilan do'st bo'lishga. Bir xil aytadi, kunda necha marta telefon qilasan otangga, savol bersang, necha marta telefon qilasan? Uydagilar bir hafta 2 marta. Voy. O'zi telefon qiladi. Yaxshimisan o'g'lim? 2 minut, 3 minut gapir, 5 minut zo'r bo'lsa 10 minut gaplashadi. Hujjat taqimida o'zi 10 minut gaplashadi. O'qishlarda ham boshqa joyda. Bo'ldi, yopildi. Muncha kam? So'ra xol. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hozir kamayib ketgan. Boya aytganim o'zini endi 3-inchisi kelyapti. Eng ko'payib ketgani o'zi siqadi. Nimadan desa, sevgidan tashlab ketdi bu. Sigaretga o'tadi, aroq ichadi. O inson o'tadi. Bitta narsa g'am. O'tmaydigan narsa yo'q. Vaqt hamma narsaga davo. O'tmaydigan narsani davosi deyarli yo'q. O'tmaydigan narsa. O'tadi, hamma narsa o'tadi. Men o'lsam, meni unutib ketishadi. Men o'lsam, masalan, hozir masalan tavba qilib o'lib qoladigan bo'lsam, uyimdagilar birinchi masalan eng og'ir shu onamga, otamga og'ir botadi, yaqin aka-ukamga og'ir botadi. Yaqin bir ikkita o'rtog'imga og'ir botishi mumkin bo'ldi. 1 oy ichida 2 oy ichida o'rtoqlarni unutadi. Boring 1 yil. Chin o'rtoq bo'lsa, yana yo'qlab turar, yilda bir yo'qlab turar. Joziga bor. Uni ham hayot ertaga qanday bo'lar, u ham bilmaydi. Yo'qlab turadi. Onangizga juda og'ir botadi. Insoniylik jihatdan yaxshi farzand bo'ling, bir masala falokatda bo'lib qoling. Juda og'ir botadi. Chunki bu farzandim boshqa farzandlar ham farzand bor, lekin yaxshi edi. Begunoh edi. Alloh hech narsani ko'rmovdi. Yurakka og'ir botadi. Insoniylik yana bu yerda. 1 oy, 2 ham unutadi. O'tib ketadi. Lekin o'tadi ularda ham. Sekin. Kimga qanday o'tadi? Uning uchun aroqqa, sigaretga o'tirib o'zini u insonlar o'tirdimi? Bo'ldi, o'sha o'tirgandan keyin men sizga aytib beraman. Masalan, shu inson aytdi. Hayotini masalan ko'rganlarga aytib beraman. Yomon desang yomon, yaxshilari ham bor. Lekin shu sostavda masalan shu yo'lda yuradigan odamlarda ichilib o'tirgan ichidagi shayton qo'zg'aydi deb o'ylayman. Ichidagi haqiqat yuzaga chiqib mana yomon odat bir xillab qaynagan sari, qozon qaynagan sari yuzaga chiqib keladi deysiz-ku. Shunaqa bo'lib yomon xarakterlar chiqib keladi yuzaga. So'kinadi, boshqa qiladi. Yaxshi inson bir ko'tarar, ikki ko'tarar. Oxiri jahli chiqadi. Unda ham jahl bor, uni ham ichida bor. Hech kim begunoh emas, hech kim begunoh emas. Bor ichida. Oxiri shu bir nima bo'ladi. Shunga yo'l qo'ymas.
Yo.